Ko'p qo'shiqlaringizni hozirgi zamon bilan, hozirgi siyosat bilan bog'lashadi-da, lekin u qo'shiqlaringizni aksariyat qismi o'sha Sovet ittifoqi davrida kuylangan. Qolgan bir qismi, aytaylik, birinchi hukumat davrida, boshlarida, mustaqilligi boshida kuylangan qo'shiqlarda. Demak, ana shu muhitdan kelib chiqib ijro etilgan qo'shiqlar, to'g'rimi? Mana shu qo'shiqlarni to'ylarda ham ijro qilganmiz, siyosiy qo'shiqlarni. To'ylarda ham shu siyosiy qo'shiqlarni kuylaganmisiz? Ha, kuylaganman, to'ylarda. 2000-yildan oldin, mustaqillikdan oldin kuylaganman. To'ylarda odamlar shu dadaxon siyosiy qo'shiq aytar ekan deb kelardi to'yga. Siyosiy o'yin kulgi bo'lmas edi. Siyosiy qo'shiq aytardim, odamlar eshitardi shuni. Shuni eshituvchisi bo'lgan. Bo'lgan shu voqealar. Hozir lekin siyosiy qo'shiq eshitadigan odam o'zi ham kam bo'lsa kerak. Hozir boru qo'rqadi eshitgan, hatto eshitgani qo'rqadi hozir. Qo'rqitilgan xalqda bu xalq. Qo'rqitilgan. Ota-bobolari qamalgan, qarindosh-urug'i qamalgan, o'zi ham qamalgan. Ko'p azob ko'rganda, zahmatkash xalq bu o'zbek xalqi. Qo'rqoqlik umrni uzaytiradimi? Yo'q, uzaytirmaydi. Qo'rqoq o'zi yeb o'ladi, qo'rqoq odam. Umrni uzaytirmaydi u. U vahima bosib o'ladi o'zi. Kecha qon erdi bu xalq, bugun zorga aylandi. Kecha qon erdi bu xalq, bugun zorga aylandi. Avval qul bo'lsa endi mardikorga aylandi. Yurtimga mudom qishdir, kimgadir mudom bahor. Yurtimga mudom qishdir, kimgadir mudom bahor. Qachongacha bu millat kattalarga mardikor? Qachongacha bu millat kattalarga